Diqqat! Tezkor xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida hozirgina shoshilinch xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Manchester City'ning sobiq himoyachisi Colin Hendry o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanovning o'yiniga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Husanov tez orada dunyoning eng grand klublari, jumladan Real Madrid e'tiboriga tushishi mumkin. Nathan Ake va John Stones yozgi transferlar oynasi vaqtida jamoani tark etishi kutilayotgan bir paytda Abduqodir Husanov klubning asosiy himoyachisiga aylanishi mumkin. U nafaqat jismoniy kurashlarda, balki texnik mahoratda ham o'zini ko'rsata oladi. Shu bois ko'plab mutaxassislar uni yangi avlodning eng kuchli himoyachisi deb atamoqda. U Chelsiga qarshi debyutida xatoga yo'l qo'ygan edi, ammo o'shandan beri har bir o'yinda ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. U kuchli iste'dod egasi. Real, Barselona yoki Bavariya kabi klublar unga qiziqish bildirishi tabiiy, biroq uni Manchester City'dan olib ketish unchalik oson bo'lmaydi. Garchi mishmishlar ko'payotgan bo'lsa-da, Manchester City rahbariyati, xususan sport direktori Ugo Viana Husanovni tegib bo'lmas futbolchi deb hisoblaydi. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Klub uning joriy mavsumidagi ajoyib o'yinlarini inobatga olib, shartnoma shartlarini yanada yaxshilash niyatida. Ma'lumot o'rnida, Angliya Premier Ligada turnir jadvalida Arsenal 76 ochko bilan yetakchilik qilmoqda. City esa yetakchi Konorerlardan 5 ochko ortda qolmoqda, biroq ular hisobida bitta zaxira o'yin bor, deyiladi xabarda.